Assalomu alaykum do'stlar. Mana keyingi obyektimizga keldik. Obyektimizning uzunligi 12 metr, eniga 3 metr. Ko'rib bir baho berasizlar. Shoshiltirmasanglarla, shoshilib ketmasanglarla ijobat bo'ladi. So'raganinglar beriladi. Yo Rasululloh, qana qilib shoshiltiramiz? Qana qilib shoshib ketamiz? Sizlardan bittanglar Allohdan hojatini aytib so'raydi, keyin aytadiki, Allohdan so'radim, bermadi deydi. Mana shu odam shoshiltirdi, endi so'ragani berildi. O'ylang, bugun duoqsiz ertaga kelaversa. Bugun zolim zulm deb turib, ertasi kuni bo'yni uzilib ketaversa, darrov ko'rinib qolsa natijasi, unda hamma musulmon bo'lib ketadi. Hech kim zolim bo'lmaydi. Ana shu qilgan duoingizni ijobat bo'lish uchun vaqt o'tish kerak. Ana shu zolim zulm qildi, uni duoibat qildi, uni qarg'adi biroq. Bu duosi ijobat bo'lish uchun nima bo'lish kerak? Vaqt o'tish kerak. Ana shu vaqtni o'tishligi siz bilan bizning iymonimizni sinaydi.